Tuyam hammomni orzu qildi va shunga o'xshash judayam gaplar ko'p tilimizda. E'tibor berganmisiz? Buni sababi nima bilasizmi? Tasavvur qiling, siz qorong'u xonaga kirishingiz kerak. Sizda qanaqa his paydo bo'ladi? Qo'rquv. Sababi siz u xonada nima borligini bilmaysiz va ayniqsa birinchi marta u xonaga kirgan bo'lsangiz, nima qayerda turibdi bilmaysiz. Qorong'ida qoqinib ketishingiz mumkin yoki biron yeringizni urib olishingiz mumkin. Xuddi shunga o'xshab o'zi bilmagan hayotdan odam qo'rqadi va shunaqa gaplar orqali bolasini yangi tajriba va kerak bo'lsa adashishdan himoyalayman deb o'ylaydi. Aslida bizni xatolarimiz bizni eng katta boyligimiz. Sababi aynan xatolar sabab biz katta natijalarga erishishimiz mumkin.